ئەلجەزىرە ئاخبارات şirketining خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا qaratqan lager siyosati va muhojiratdagi uyg'urlar haqida ishlagan uchur grafik programmasi xalqaro kechirim tashkilotining axborot mukofatiga erishdi. Noma'lumlik ilkida yashash nomli programmani ئەلجەزىرەنىڭ raqamliq yangilik yaratish studiyasi ishlagan bo'lib, programma xalqaro kechirim tashkilotining raqamliq mediani eng yaxshi ishlatish mukofotiga erishdi. Bu programmada Xitayning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashliklardan qochib, hozir Turkiyaning İstanbulda hayotini qayta qurayotgan 4 Uyg'ur ayolning kundalik turmushi suratlangan. Studiyaning mas'uli Zahra Rasul Al-Jaziraga bu vaqtda qilgan so'zida mundaq degan: Ushbu sharafga keng ko'lamlik bostirishda arziyat chekayotgan Uyg'urlarga vakolatan erishganligimiz bizni kamtar bo'lishga undaydi. Guruhimiz davomli ijodiy texnika va formatlarni ishlatib, to'qinish va barobarsizlikning eng qattiq zarbasiga uchirganlarning hikoyasini so'zlashni davom qiladi. Uyg'ur oilalari bilan o'tkazgan vaqtimiz ularning hissiyot jihatdagi besimi va yodlashish tuyg'ularini tېخىمۇ to'liq tushunishimizga yordam berdi. Xitayning Yangi Zelandiyada uyushtirgan Uyg'ur eli vaziyati haqidagi tashviqot pa'oliyati ko'zligan natijaga erişəlmiگەن. Pa'oliyatga Zoom orqali qatnashgan bir qism erboblar dal Xitayning bu xil tashviqot harakati sababli Uyg'ur eli vaziyatiga bo'lgan andishalarining kuchayishga boshlanganligini bildirishgan. Yangi Zelandiyadan chiqadigan xəvərlەر tugini nomli tor betida ko'rsatilishicha, 30 aprel tushdan keyin Xitoyning Wellingtondagi bosh elchixonasi va Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat Yangi Zelandiyadagi bir turkum akademiklar, jurnalistlar va ommaviy tashkilotlarning arboblarga atalmish Şinjan yaxshi joy nomli bir tashviqot faoliyati uyushtirgan. Xabarga qaraganda, faoliyatda ko'rilmanlarga atalmish Şinjan inoqlik va millatlar ittifoqligining o'rni deb tasvirlangan bir qator tashviqot filmlari ko'rsatilgan. Hukumat so'zlashga tanlagan yerlik vakillar o'zlarining turmushidan xushal ekanligini, xohlagancha yashash erkinligi borligini aytgan. Halbuki yig'inga qatnashgan Yangi Zelandiya parlament a'zosi Milliy partiyasining bayonotchisi Geri Berovnli Uyg'ur eli vaziyati haqidagi azaldan mavjud andishalarning bu tashviqot filmlarini ko'rgandan keyin tېخىمۇ kuchayganligini aytgan. Amerika Xitayning birinchi bosqichlik savdo kelishimida belgilangan bilim, mülük huquqiy majburiyatini to'liq ado qilmaganligini e'lon qildi. Amerika savdo vakillar ishxonasi Xitayning Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimidagi bilim, mülük huquqini qo'gdash talabini to'liq o'ringa olmaganligini o'tirib qo'ydi. Xitayning birinchi bosqichlik kelishimida belgilangan shartlarni o'rindash uchun tadbir qo'llanganligini bayon qilgan Amerika doiralari bularning hozirgacha yetarli emasligini aytdi. Amerika savdo vakillar ishxonasi bayonotida o'zlarining Xitoyning 2020-yili patent, bilim, mülük huquqi va jinoiy ishlar qonunida o'zgarish qilayotganligini biladiganligini, ammo bu qadamlarning Xitoyning bilim, mülük huquqidagi zarur o'zgarishlarga to'liq mos kelmaydiganligini aytdi. Xitoy Kommunistik partiyasi bilan munosabatlik ijtimoiy aloqa hisobidan yozilgan va Hindistondagi Xitoy virusi yuqumini masxir qilgan yozma norozilik inkoslardan keyin o'chirildi. Xitoyning ijtimoiy aloqa to'ri bekiti Weibo'dagi yozmada Xitoyda qo'yib berilgan raketa va Hindistondagi Xitoy virusi sababidan hayotidan ayrilgan kishilarning surati yonma-yon qo'yilib, Xitoyda kuygan o't bilan Hindistonda kuydirilgan o'tning farqi deb yozilgan. Shanba kuni tushdan keyin bu yozma norozilik inkoslaridan keyin o'chirilgan. Mazkur yozma millionlagan aygish kuchilar bor bo'lgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy va qonun ishlari komiteti tomonidan yo'llangan bo'lib, Weibo ishlatuvchilari buning nomuvofiq ekanligini, Xitoyning Hindistonga yordam qilishining tېخىمۇ to'g'ri bo'ladiganligini aytgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida 1-may urush to'xtatish kelishimi imzolangandan keyin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov tunugun ommaga xitob qildi. Japarov Qirg'iziston Tojikiston chegarasidagi to'qinish sababidan uylaridan ayrilgan 27 mingdan ortiq fuqaroning borligini ko'rsatib, "Men har bir oilani uylariga qaytishga chaqiraman. Ig'vogarchilikka ishonmanglar" dedi. Japarov vaqalar natijasida buzilgan va ko'ygan uylarning davlat tarafidan remont qilinadiganligini va'da qildi. Yana bir tarafdan doiralar rayon vaziyatining kontrol ostida ekanligini aytdi.